Maqola qanday yoziladi? Turk tili milliy sertifikati yozma bo'limida norasmiy elektron pochta yozdingiz, rasmiy elektron pochta yozdingiz. Endi navbat maqolaga keldi. Xo'sh, qanday yoziladi? Ya'ni maqola tushishi mumkin, blog post bo'lishi mumkin, forum posti bo'lishi mumkin. Men maqolani tushuntirib beraman. Demak, imtihonda 180-200 ta so'z atrofida maqola yozishingiz kerak. Xo'p, demak, yoki forum posti yoki blog post. 180 va 200 so'z. Xo'p, meni tavsiyam 180 lar atrofida so'z yozishingiz kerak. Nima uchun? Chunki qanchalik ko'p yozsangiz, shunchalik ko'p xato chiqadi. Misol kimlardir chiqadi. 250 ta yozdim deb chiqishadi. Meni o'quvchilarim borda shunday. 250 ta yozdim, ijodni qilib chiqishadi, lekin 250 ta so'z. Normal 180, lekin oshib ketgan, nima qilsa endi u yozavergan oson mavzu deb. Lekin u balni tushirishga sababchi bo'ladi. Nima uchun? Nima uchun? Ko'p yozding deb bal tushmaydi, lekin qanchalik ko'p yozsangiz, shunchalik ko'p xato chiqish ehtimoli oshadi. Shuning uchun tavsiyam 180 so'z atrofida yozsangiz bo'ladi. Demak, qancha paragraf bo'lishi kerak? Meni tavsiyam 4 paragraf. 4 paragraf qilib yozsangiz bo'ladi. Xo'sh, birinchi paragraf. Abzasdan yozamiz. Misol deylik, günimizda. Günimizda deymizda ketdi bu yog'i. Demak, bu birinchi paragrafimiz bo'ladi, bu kirish. Kirish bo'ladi. Ya'ni kirishda nima yoziladi? Umumiy gaplar yoziladi. So'zlar soni deymiz. So'zlar soni emas, gaplarning soni deylik. 4 ta yoki 5 ta. Balkim 3 ta yozar kimdir. Bu mana shu 3, 4, 5 ta gap yozasiz. Endi misol kimdir murakkab gap tuzsa 3 ga yetadi. O'rtacha gap bo'lsa 4 ta yozing. Yoki 5 ta yozsangiz ham xato bo'lmaydi. Demak biz kirish yozdik. Mana shu yoki 4 ta deylik, yoki 5 ta farqi yo'q. Xullas yozdingiz kirishni. Nima yozamiz? Umumiy ma'lumot yozamiz. Umumiy ma'lumot. Masalan, kitob o'qimoqsiz, kitobni oldingiz, kirishi bo'ladi. O'qib hech narsa tushunmaysiz. Misol oladigan narsasi yo'q. Chunki u asosiy go'shtli joylari asosiy qismda bo'ladi. Lekin kirishda ham umumiy ma'lumotni ola olasiz. Siz ham misol mavzuchisi shu mavzuga kirish qilib berishingiz kerak. 4 ta gapdan iborat bo'lgan. Asosiy qismni yoritib bersin, solishtirib yozing, foyda zararini yozing, umumiy ma'lumotini yozing, ta'sirini, xullas umumiy qilib bir 4 ta gap yozasiz bo'ldi. Yoki 3 ta gap, yoki 5 ta gap, farqi yo'q. Xullas kirishda mavzuni ochib bersangiz bo'ldi, umumiy tarzda. Xo'sh, kirish ham ketdi deylik. Endi ikkinchi paragrafimiz bor. Ikkinchi paragraf. Bu yerda men a deb qo'yaman. Ya'ni abzasdan yozasan degani u. Xo'p, ikkinchi paragrafimiz. Misol deylik, yana abzasdan kishisel görüşüme göre Xo'p, shaxsiy fikrimcha mana virgul qo'yildi. Bu yog'iga ne yoziladi? Bu endi ikkinchi paragrafingiz qilsangiz bo'ladi. Endi ikkinchi paragrafda siz nimani yozasiz? Masalan, savol shu deylik, sun'iy intellektning foydalari va zararlari. Sun'iy intellektni foydalari, zararlari. Mening shaxsiy fikrimga ko'ra, mana bunday foydalari bor deb, foydalariga misollar bilan chiroyli qilib dalillab yozsangiz bo'ladi. Endi bu ikkinchi qism ketdi deylik. Ikkinchi paragraf. Uchinchi paragrafimiz keladi. Bu yerdan a deb qo'yaman. Abzasdan misol bununla birlikte. Bununla birlikte virgül. Ya'ni bu bilan birgalikda mavzuning zararli taraflari ham bor deb turasizda, misol zararini yozib ketsangiz bo'ladi. Bu yerga misol. Bo'ldi, bu yerga ham bir 4 ta 5 ta gap. Ikkinchi paragrafga ham 4 ta 5 ta gap. Endi oxirgi paragrafimiz bo'ladi. Yana abzasdan sonuç olarak virgül bu yoq ketdi yana. Virgül bo'ladi, esingizdan chiqmasin. Demak, sonuç olarakga ham 3 ta yoki 4 ta gap yozsa bo'ladi. 4 ta gap. Xo'p, ya'ni xulosa sonuç olarak
abzasdan yoziladi. Mana shu qismi, mana shu so'z abzasdan yoziladi. Bu keyingi qatorlarda ham abzasdan yozmaysiz. Mana shu qismi faqatgina. Xo'p, abzasni boshladik. Abzasdan yozib boshladik. Xulosada 3-4 gap yozdik. Nima yoziladi xulosada? Yuqorida yozdik, foydani yozdik, zararni yozdik, kirishni yozdik. Shuni umumiy qilib eng oxirgi yakdil fikrimizni berishimiz kerak. Misol, mana bunday ta'sirlari bo'ldi, bularni unutmasligimiz kerak. Va eng oxirgi gap, ya'ni eng oxirgi gap shaxsiy fikr bilan tugatsangiz juda chiroyli chiqadi. Masalan, sun'iy intellektni foydali deb hisoblayman. Yoki foydali bo'lishini, misol, sun'iy intellektni kelajakda foydali bo'lishiga ishonaman. Bu misol shu gap aniq tiniq kesib yozilgan zo'r gap bo'ladi. Ya'ni o'zingizni shaxsiy fikr, yakuniy fikringiz xulosada yoziladi-ku, endi kirishda yozmaysiz-ku yakuniy fikrni. Ya'ni xulosa qismida aniq tiniq yakdil bitta tomonni qo'llab-quvvatlab yozdingiz, bu maqolani chiroyli qilib tugatib beradi. Endi faraz qiling, siz bular bilan boshlamoqchi emassiz. Xohlagancha boshlasangiz bo'ladi. O'zingiz boshqa bog'lovchilar bilan boshlasangiz bo'ladi yoki so'zlarni o'zi bilan boshlasangiz bo'ladi. Endi shularga nima ko'rsak, ballimiz yuqori chiqadi. Faraz qiling, xatosiz yozdingiz, mavzuni yaxshi ochib berdingiz, shunda ham ball biroz past qo'yilishi mumkin. Masalan, faraz qiling, imtihonga 2 ta o'quvchi kirdi. 2 ta o'quvchi kirdi. Men o'zim kirdim, bitta o'quvchim kirdi. Mening tajribam katta. Men o'ylayman, men zo'r yozaman-ku deyman-da, xatosiz yozaman-da, mana shu holatdan foydalanaman-da, topshirib yuboraman. O'quvchim keladi-da, 3 oy tayyorlandi, 4 oy tayyorlandi, 1 oy tayyorlandi, bilmaymiz. O'rtacha tayyorlandi deylik. Va u kiradi, shu holatdan foydalanadi-da, kam qo'llaniladigan so'zlardan bir 20 tani qo'llaydi. Yoki 15 tani qo'llaydi. Chiroyli qilib har bir paragrafga moslab qo'llaydi. Endi imtihonda kimning natijasi baland chiqadi? Albatta, o'quvchiniki baland chiqadi. Nima uchun? Chunki sizni yozmangizni tekshiradigan mutaxassis, siz 1 oy tayyorlandingizmi, 2 oymi, 3 oymi, 20 yillik tajribangiz bormi yoki 2 yillik tajribangiz bormi, umuman ahamiyati yo'q. U faqat bir betni orqa oldidagi maqolaga qarab bahoni beradi. Misol, men zo'r bilaman, xatosiz yozdim, lekin kam qo'llaniladigan inkorlarni, tinish belgilarni, murakkab shaklni qo'llamadim, murakkab gaplarni yozmadim. Bunda past qo'yiladi. Lekin boshqa o'quvchi kelib turib, punktuatsiyani murakkab qismlarini yozsa, inkor gaplarni yozsa, kam qo'llaniladigan so'zlardan chiroyli qilib foydalansa, har bir paragrafda 5 ta 6 tadan mos qilib, mavzuga mos qilib, ana 12 yuqori baholanadi. Shuning uchun har bir paragrafga biroz murakkab shakldagi kamroq qo'llaniladigan so'zlarni yozsangiz, ball ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun misol qolipdan foydalansangiz ham bo'ladi, foydalanmasangiz ham bo'ladi. Men endi tushuntirish uchun yozyapman. Demak, har bir paragrafga bitta yoki 3-4 tadan kam qo'llaniladigan so'zlarni yozishingiz kerak. Shunday qilmasangiz odatda past ball qo'yiladi. U siz nimani yozmang, past ball qo'yadi. Siz kam qo'llaniladigan har bir paragrafda bir go'shtli joylari bo'lishi kerak. Ana shu go'shtli joylar odatda bu punktuatsiyaning murakkab shakllari, nuqtali virgul, 2 ta nuqta, virgullar shu bo'lishi mumkin. Inkor gaplar bo'lishi mumkin. Grammatikaning murakkab shakllari bo'lishi mumkin va kam qo'llaniladigan so'zlar bo'lishi mumkin. Mana shularni chiroyli qilib foydalansangiz, bemalol yaxshi natijani qo'lga kiritsangiz bo'ladi. Xudo xohlasa. Demak, bu qolip bitta takrorlash. Demak, imtihonda biz maqolani 180 va 200 so'z atrofida yozamiz ekan. Tavsiyam 180 lar atrofida yozing. Xo'p, 4 ta paragraf yozing. Xohlasangiz, bu meni shaxsiy taklifim, 4 ta paragraf yozing. Birinchi paragrafimiz abzasdan yozildi, günimizda deb boshlang. Xohlang boshqa so'z bilan boshlang. Endi men shuni yozyapman tushuntirish uchun. Xo'p, bu yerda kirish yozildi. Umumiy gaplar 3 tami, 4 tami, 5 tami farqi yo'q. Endi u gapingizni kattaligiga bog'liq bo'ladi. U yarim betlik to'ldirib tashlab kirish qilib tashlamang, 4 ta gap yetarli. Xo'p, keyin ikkinchi paragrafimiz yana abzasdan yozildi. Kishsel görüşüme göre mana bu joyda virgul qo'yiladi. Va yana 4 ta 5 ta gap. Misol, mavzu foyda zararlari tushdi. Foydani yozing.
Keyin zararni yozsangiz bo'ladi. Xo'p, keyin 3-paragraf. Bununla birlikte abzasdan yozildi va yana bu yerda virguli bor. Bunga ham 4 ta 5 ta gap, misol zararlarni yozing mavzuni. Bu ham yopildi deylik. Endi sonuç olarak, ya'ni xulosa yana abzasdan yozildi. Bu yerda virgul qo'yiladi. Shuni yozdik. Yana 3-4 ta gap va yana aytaman, oxirgi gapingiz maqolaga yakuniy fikrni berish kerak. Yakuniy xulosani berish kerak. Ya'ni bir tarafni aniq tiniq qo'llab-quvvatlashi kerak. Shunda aniq tugallangan maqola bo'ladi. Endi faraz qiling, mavzu foydasi va zararlari haqida tushmadi, bir tomonlama mavzu tushdi. Masalan, Toshkentda havo ifloslanishining sabablari va yechim yo'llari. Endi bu ikki tomonlama mavzu emas. Bir tomon muammoni sababi yechimi. Bu ikki tomonlama narsa emas. Ya'ni foyda zararni ayt, avantaj dezavantajini yoz demayapti. Bir tomonlama. Endi bunda ham buni qo'llasa bo'ladi yoki boshqa qoliplardan ham foydalansangiz bo'ladi. Odatda mana shu qolip ko'pincha ko'p mavzularga tushadi. Demak, eng muhimi kam qo'llaniladigan so'zlardan ham foydalanishingiz kerak. Misol, har bir paragrafga 4 tadan yoki 3 tadan qo'ysangiz, tinish belgilarini qo'ysangiz, inkor gaplarni qo'ysangiz, ana shunda yaxshi ball chiqadi, xudo xohlasa.